Men Hamroyev Ixtiyor Jabborovich, Tozvent korxonasi rahbari, 3-liman, texnik fanlar nomzodiman. Bizning korxonamiz 2002-yil tashkil etilgan bo'lib, ventilyasiya aloqador bo'lgan barcha ventilyasiya jihozlarini ishlab chiqarish bizning asosiy maqsad qilib olingan va ishlab chiqarishni mahallashtirish asosiy maqsadimiz. Biz hozir 80% dan yuqori natijalarga mahallashtirish erishganmiz. Korxonamizda hozir kecha kunduzi 300 dan ziyod ventilyatsion jihozlar ishlab chiqariladi. 2026-yilga 300 milliardlik mahsulot ishlab chiqarishni rejalashtirganmiz. Hozir kecha kunduzda biz o'zimizni mahalliy kichik korxonalar bilan ham hamkorlikni yo'lga qo'yganmiz. Biz Toshkent metallurgiya zavodidan ruhlangan metall listlarini sotib olamiz. Samarqand metallurgiya kombinatidan ham listlar sotib olamiz. Namangan motor zavodidan shugun quyilgan usti pissalar deydi, shu mahsulotlarni sotib olamiz. Biz qurilmaning asosan mana bu ham mahalliy mahsulotdan biz hozir kecha kunduzda Angren mis zavodi bor, mis truba chiqarish zavodi. Bizni xohlagan aytgan razmerdagi trubalarni chiqarib beryapti. O'zbekistonimizda mahalliy ishlab chiqarishlarning rivojlanib borishi kooperatsiyaning rivojlanishiga bog'liq qudrat yaxshi natijalar beryapti. Hozirgi ishlab chiqaradigan mahsulotlarimizni 70% davlat xaridlari, ko'pir birjalar orqali yetkazib beramiz. Bunga asosi bizda davlatimiz tomonidan yaratib berilgan ustunlik har bir ish qiladigan mahsulotning mahalliy sertifikat bilan ta'minlanganligi, olganligimiz mana bu birjalarga ishtirok etishi va yutuqlarga ega bo'lishimizga asos sabab deb o'ylayman. Tojikiston davlatiga to'liq biz mana shu mahsulotni yetkazib beramiz. Qirg'izistonga va keyin Qozog'istonga hozir hammasi yetkazib beramiz. Hozir Qozog'istonni sanoat korxonalari kirish uchun biz katta imkoniyat ochilyapti. Biz hozir bir katta tog' metallurgiya korxonalari bilan yarmarkasi Qozog'istonda ishtirok etdik. Ular bilan B2B uchrashuvlarimiz, ularga katta bizning mahsulotlarimizga ehtiyoji borligi ulardan tomonidan e'tirof bildirildi. Fikrlar va shunga biz hozir YAES Yevroaziyskiy sertifikatni olishni harakatda biz yaqin kunlarda olamiz. Nasib bo'lsa, ularning ekspertlarini korxonamizga kutyapmiz. Bu bizga xudo xolasa tog' metallurgiya sanoat uchun zarur bo'lgan mahsulotlarni ularga ishlab chiqarib yetkazib berish imkoniyatini beradi. Jihozvent korxonamiz o'zini oldiga katta rejalarni qo'yapmiz. Biz shu paytgacha mahsulotlarni Donabay degan chiqarayotgan bo'lsak, hozir kecha kunda yangi dastgoh oborot jihozlarini olib kelib konveyer yetiga o'tish masalasini ko'ryapmiz. Raqobatni kuchayib borishi, bozorlarning ochilishi, doimiy katta partiyada mahsulotlar ishlab chiqarish va shuning hisobidan narxlarni tushirib, yuqori ko'p mahsulot chiqarish hisobidan foyda ko'rish masalalari birinchi o'ringa qo'yilyapti va ikkinchi tomonda hozir mahsulotlarimizni ham o'sha jahon talablari, raqobatbardosh mahsulotlarga o'tish uchun bizning konstruktiv loyiha bo'limimiz bor. Bular shu ustida ishlayapti. Biz hech kimdan kam bo'lmagan holda zamonaviy rivojlangan korxonalar safida bo'lish bizning orzumuz. Men o'ylayman, bu rivojlanishning asosiy nimasi har bitta ishlarimizni ilm asosida yo'lga qo'yish va ilm natijasi mana shu mahsulotlarimiz ishlab. Shuning uchun men O'zbekistonning har bir fuqarolari, ishlab chiqarish tadbirkorlariga meni niyatimki, o'zimiz ustida ishlaylik, yaxshi natijalarimizni O'zbekistonni rivojlanishga munosib hissa qo'shib, mana shu yurt fuqarosi ekansan, faxrlanamiz, hammamizga nasib ro'zaylasin. Yaxshi kunlar, bayramlar hammamizni tabriklaymiz. Yaxshi yutuqlar bizga hamisha hamroh bo'lsin hammamizga.